Real Madrid muxlislariga ushbu yangilikni aytmasam bo'lmaydi. Jamoaning asosiy yulduzi El Clasicogacha to'laqonli tayyor bo'lishi va maydonga tushishi aytilmoqda. Shu kabi tezkor futbol xabarlaridan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifa. Unda boshladik. Gap shundaki, Kylian Mbappe Ispaniya Superkubogidan oldin jarohat olgandi va yarim finalni, agarda finalga chiqadigan bo'lsa, finalni ham o'tkazib yuborish haqida bir qancha ispan nashrlari, xususan Fabrizio Romano ham xabar bergandi. Ha, to'g'ri, Kylian Mbappe yarim finalda ishtirok eta olmadi, Atletico bilan bahsni o'tkazib yubordi, lekin futbolchi finalga, ya'ni El Clasicoga to'laqonli tayyor bo'lishligi va yaqin soatlarda Arabistonga uchib kelishligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Xususan bu haqida Fabrizio Romano o'z Instagram sahifasida yozib o'tdi. Agarda Kylian Mbappe maydonga tushadigan bo'lsa, shubhasiz bu El Clasiconing darajasini yanada oshiradi. Sababi jamoalar optimal sport formada va tarkiblari optimal bo'ladigan bo'lsa, El Clasiconing harorati yanada yonishi aniq. Shunday ekan, Kylian Mbappening safga qaytishi neytral muxlisning yutug'idir. Eslatib o'taman, Ispaniya Superkubogining finali Real Madrid Barcelona El Clasico 11-yanvar oqshomi soat 00:00 da start oladi. Lekin ushbu uchrashuvni hech qaysi telekanallar jonli efirda uzatmaydi. Sababi uning translyatsiyasi sotib olinmagan. Lekin biroq profilim biosida joylashgan Telegram kanalida ushbu o'yinni jonli efirda yuqori sifatda namoyish etaman. Qo'shiling va uchrashuvni birgalikda kuzatamiz.